Yangi yil shodiyonalari shunisi bilan ahamiyatliki, bu sarhisob va rejalashtirish vaqti. Har bir inson, har bir oila, kengroq olganda esa har bir hudud yakuniga yetgan yilning yutuq va kamchiliklarini o'lchaydi. Kirib kelgan yangi yil uchun esa reja va maqsadlar qo'yiladi. Shu bois odamlar bu bayramni o'zgacha ko'tarinkilik bilan nishonlaydi. Buxoroning olis qo'shni Turkmanistonga tutash Olot tumanida ham xalqimiz ayyomni shod xurramlik bilan kutib oldi. Olot tumanidagi 15-son bolalar musiqa va san'at maktabi jamoasi tomonidan Madaniyat va ma'rifat maskani binosida teatrlashtirilgan konsert dasturi barcha olotlik bolajonlarga bir olam zavq ulashdi. Inson qadri uchun ezgu tamoyilning amaliy ifodasi sifatida Olot tumanida xayrli va savobli ishlar izchil davom ettirilmoqda. Xususan, tuman hokimligi hamda mahallalar uyushmasi tuman bo'limi tashabbusi bilan 15 nafar jajji o'g'il bolajonlarning sunnat to'yi tantanali ravishda o'tkazildi. Mazkur xayrli tadbir jamiyatimizda mehr-oqibat, saxovat va hamjihatlik yuksak qadriyatlar ustuvor ekanini yana bir bor namoyon etdi. Yangi yil bayrami arafasida Xosabo'yi mahallasi aholisi ayniqsa bolajonlar uchun quvonchli yangilik amalga oshdi. Mahalla hududidagi 27-sonli umumta'lim maktabining bo'sh maydonida zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkiloti qurilib, foydalanishga topshirildi. Umumiy qiymati 4 milliard so'mni tashkil etgan mazkur maktabgacha ta'lim tashkiloti 120 nafar jajji o'g'il qizni qamrab olishi bilan ahamiyatli. Shuningdek, yangi bog'chada bolalar uchun yaratilgan qulay va zamonaviy sharoitlar, xavfsiz muhit, pedagoglar uchun qulaylik ertangi kunimiz bo'lgan yosh avlod tarbiyasida muhim ahamiyat kasb etadi. Kelajakda mahallalarni rivojlantirish uchun albatta mahallamizda yosh avlodni ta'lim tarbiyasiga e'tibor berishimiz, ularning yaxshi kadrlar bo'lib yetish uchun boshlang'ich ta'limdan boshlashini bildirib o'tdilar. Yangi yil bayramiga bizning mahallamizda ham ajoyib tuhfa bo'lyaptiki, 120 o'rinlik maktabgacha ta'lim qurib bitkazildi. Prezidentimiz xalqimiz nomidan katta minnatdorchilik bildiramiz. Aholi salomatligini muhofaza qilish va xavfli kasalliklarning oldini olish borasida Olot tumanida ham muhim amaliy qadam qo'yildi. Xususan, tashabbusli byudjet loyihasi doirasida tumanda zamonaviy laboratoriya barpo etilib, foydalanishga topshirildi. Mazkur loyihani amalga oshirish uchun 1 milliard 500 million so'm mablag' yo'naltirildi. Yosh Botir mahallasi aholisi uchun ham quvonchli voqea ro'y berdi. Endilikda mahalla aholisi yangilangan Chorbog' oilaviy shifokorlik punktida zamonaviy va sifatli tibbiy xizmatdan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ldi. 1976-yilda qurilgan mazkur bino bugungi kun talablariga mos tarzda to'liq yangilandi. Ta'mirlash ishlari uchun mahalliy byudjetdan qariyb 500 million so'm mablag' ajratildi. Davlatimizda juda katta ulkan ishlar amalga oshirildi. Bu albatta prezidentimizning rahnamoligida, u kishining rahbarligida xalqimizning ko'z oldida qurilish, obodonchilik, qolaversa ijtimoiy sohalarda, boshqa har qaysi sohalarda alohida e'tibor bilan ko'pgina ishlar amalga oshirildi. Bu albatta o'z-o'zidan bo'layotgan narsa emas. Albatta belgilangan ishlarimiz amalga oshib, xalq birlashib, bir-birimizni qo'llab-quvvatlab, har qaysimiz chin dildan davlatimizni, xalqimizni yaxshi ko'rib xizmat qiladigan bo'lsak, albatta prezidentimiz aytgan davlatni qurib, unda yashash hammamizga nasib qiladi. Olis olotliklar yangi yilni ulkan maqsadlar bilan qarshi olib, tumanni eng ilg'orlar qatoriga olib chiqish yo'lida harakat qilishayotgani, yurtimizda tinchlik va osoyishtalik, xalq farovonligi yo'lida amalga oshirilayotgan odilona siyosatning mahsulidir. Qadrli yurtdoshlar, siz Axborot 24 dasturi bilan tanishdingiz. E'tibor uchun tashakkur. Salomat bo'ling.